Prava olish uchun siz qattiq o'qigansiz, lekin imtihon markaziga bormagansiz yoki borsiz ham pravani ololmagansiz. Hozir men sizga bitta qisqacha savol beraman, keyin 5 sekund vaqt beraman. Qani, oxirgi bo'lib bu chorrahadan qaysi avtomobil o'tadi? Oqmi, sariqmi, yashilmi, qizilmi? Qani sizga 5 sekund vaqt. 1 2 3 4 5. Agar mabodo siz yaxshi o'qigan bo'lganingizda birpasda topib bo'lardingiz. F2, ya'ni bir vaqtda o'zida oq bilan sariq avtomobil oxirgi bo'lib o'tardi. Agar savol javobini topa olmagan bo'lsangiz, men sizga qayta tayyorlov kursini yaxshi joyini topib qo'yganman. Sizga mos vaqtda, undan ham haftani har kunida bemalol kelib, shu yerda eng so'nggi modellarda test markazi bilan birga bir hozirgi kunda aytayapti, 1,5 mingtagacha savol bo'lib ketyapti ekan. Men hayron qoldim. Biz vaqtida olgan ekanmiz-da. Undan tashqari bu yerga kelib 7 kundan 14 kun mobaynida siz testga tayyor bo'lasiz. Xudo xolasa keyin pravani peshanaga yopishtirib qaytib kelaverasiz. Narx masalasiga keladigan bo'lsak, 800 ming so'mdan sizni tayyorlab qo'yishadi. Start avtotesti manzili hammaga qiziq bo'lsa kerak. Andijonda iz bosganda Poytoq Dinamo stadionidan o'tganingizdan keyin Husniddin oziq-ovqat do'konini menimcha hamma Poytoqdagilar biladi. Shu yerga yetmasdan yo'lda bo'yida joylashgan, biz pastda nomerlar qoldiramiz va bemalol aloqaga chiqib, men buni tushunmadim deb telefon qilsangiz ham bo'laveradi, sizga tushuntirishib beradi.